videolar bilan Xitoydan kelgan tovarlarimizni raspakovka qilamiz. Birinchi tovarimiz o'sha mashhur Babi SPF'imiz YouTube kanalimizda. O'sha Babi SPF'ning videosi 16 millionlab prosmotr va minglab layk va kommentariyalarga ega. Bu Babi SPF'imiz men sotgan tovarlar orasida eng mashhuri va eng ko'p sotilgani desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Bu 175 million nabor bo'lib, uning ichidan Babining o'zi 100 ml va ikkita surtilgan gubkachasi va bitta makiyajdan keyin o'chiradigan vosita qo'shib beriladi. Oxirgi tovarimiz o'sha mashhur Novo brendidan tonalkamiz. Korobkani ochib qarasam, xitoylik opamiz menga shunaqangi kuponcha tashlab qo'yibdilar. Bu kuponchada tangacha orqasini o'chirib ko'rsangiz, sovrin yutasiz bo'larkan. Menga esa 2 raqam chiqdi. 2 raqam degani 5 yuan degani ekan. Buni 2 raqamli tonalkamiz bo'lib, bug'doy rang qizlarimizga juda mos tushadi. Videoda ko'rib turganingizdek, o'zim ham xuddi shunday ishlataman, chunki rangi bug'doy rang. Sizlarga qolgan narsani surtib ko'rsataman. Juda ham silliq va terda bilinmaydi va shundoq xuddi ikkinchi teri bo'lib yotib beradi sizga. E'tiboringiz uchun rahmat.